Ertalab nonushtadan keyin bolalar ivirsitgan so'rini yig'ishtirayotgan Zaynab ko'cha eshigi oldida g'iyqillab mashina to'xtaganida qo'lidagi supurgini chetga uloqtirib eshikka qaradi. 45 yoshlardagi Budyoniynikiga o'xshatib mo'ylov qo'ygan kishi kirdi. Uning orqasidan yashik ko'targan yigitcha inqillab kelardi. Hovli etagida kuymalanayotgan bolalar barobariga qiyqirib yuborishdi. Katta ena, tog'am keldilar, Mirvali tog'am keldilar. Ayvonda panjaraga bag'rini berib o'tirgan kampir o'rnidan turmoqchi bo'lib qo'zg'ala boshladi. Mirvali deb atalmish yigit shoshib borib kampirning yelkasidan beozor bosdi. Qo'zg'alanmang, ena, qo'zg'alanmang. Sevinib qoldingizmi, ena? Tolibjon kelib bag'ringiz to'lib qoldimi? Kampir timirsklanib Mirvalining yelkasiga qo'l tashlab ko'rishgan bo'ldi. Voy, nimasini aytasan bolam? G'oyibim hozir bo'lib uyim to'lib qoldi. Endi oyog'imni uzatib ketaversam ham bo'ladi. Didorini ko'rolmayapman-da. Bu ko'z o'lgur dunyoni zimiston qilib qo'ydi. Kelganing juda yaxshi bo'ldi-da, bolam. Tolibjonginamning ichi to'la dardga o'xshaydi. Endi o'zing uni bag'ringga ol. O'ksitma, har qalay yurtning tepasidagi odamsan. Mirvali u yoq bu yoqqa alangladi. Daydining o'zi qani? Qaysi go'rga g'oyib bo'ldi? Atrofni o'rab turgan bolalar baravar javob qilishdi. Tog'am pastda, orolchada o'tiribdilar. Voy, chaqir uni, Mirvali tog'am keldilar deb ayt. Bolalar qimirlashmasdi. Mirvalining orqasidan yashik ko'tarib kelgan yigitning yana kirishini kutib eshikka qarab turishardi. Sal o'tmay yigitcha uning shofyori qop orqalab kirdi. Zaynab, anavi narsalarni o'zing joylab ol. Mirvali shunday deb shofyoriga yuzlandi. Qog'oz qopdagi go'shtni ham olib kir. Zaynab hijolat tortib norozi ohangda dedi. Kecha akamning oyoqlariga jonliq so'ygandik. Bekor ovora bo'psiz-da. Mirvali uning gapiga parvo qilmay eshik tomon yura boshladi. U daydini o'zim topib kelaman. Zaynab, singlim, qumg'onda bitta choy qaynatvorgin. Gapingiz qursin, direktor, shu paytda kim qumg'onda choy qaynatadi? Kampir gapga aralashdi. Xo'p degin, bolam, darrov xo'p degin. Qumg'on choyini sog'ingandirdi. Mirvali bolalarni ergashtirib chiqib ketdi. Shofyor men nima qilay degandek mashina oldida unga qaradi. Qovunlarni retranslyatörda ishlayotganlarga obor. Biron soatlarda qaytib kel. Shoshma, ketmay tur, dedi u nimadir esiga tushgandek ozroq kutib turgin. Hozir kelaman. U shunday deb pastlikka qarab ketgan. Ilon izi yo'ldan o'ziga o'zi tormoz berayotgandek o'ng oyog'iga qattiq tiralib, butalar orasidan jarlik tomonga ketdi. Bu payt balandlikda kuniga necha martalab bir-birini quvib o'ynayotgan bolalar kuchanmay uning atrofida shamoldek aylanib pastga tushib ketishardi. Mirvali o'ziga o'zi tanbeh bergandek o'ylardi. Mashinada yuraverib piyoda yurishni unutdimmi? Xuddi tormozi buzilgan mashinadek pastlikka munkib ketyapman. Uning bu jarlikka kelmaganiga ham 5-10 yil chiqarov. Katta yo'ldan g'irillab kelib, g'irillab ketavergan ekan. Ba'zan kampirdan xabar olgani kelganda ham u tomonlarga qaramagan edi. Shu topda orolchalar ko'rina boshlaganda o't olov bolaligini unutib yuborganini payqab qoldi-yu, yuragi qisildi. Axir bu joylar orolchalar, otliqning bo'yini ko'rsatmaydigan qamishlar orasida potirlab ko'tariladigan o'rdaklar, tonggacha shovqin soladigan baqalarning qurillashlari, suvlarning shovullashi, toshlar orasidan chiqib yuvilib top-toza bo'lib ketgan qumlarni loyqalatmoqchi bo'lgan baliqlarning kumushdek tovlanishlari, tush paytida birdan jimjit bo'lib qoladigan, tunlari go'yo allaqanday jinlar
Bazm qiladigan bu oromgoh endi unga begona bo'lib qolgandek. Nega kelding, bizni unutgansan-ku deyayotgandek bo'lardi. Mirvali asli bu qishloqdan emasdi. Uning onasi Mirvali 6 yoshli paytida tug'olmay nobud bo'ladi. Bolamni o'ksitmayman deb Rixsi aka uylanmaydi. Mirvalining holidan kampir Tolibjonning o'gay onasi xabar olib turadi. Har qalay singlisining bolasini tashlab qo'ymaydi. Xolasi uni o'z uyiga ko'chirib olib ketmaydi. Tog' so'qmoqlardan qatnab issiq sovug'idan xabar olib turadi. Rixsivoy chiroqchilik yoshgina polvondan yiqilib, alamdan o'zini chavaqlab tashlaydi. Bu orada kampirning ham choli vafot qilib, kalovlanib qoladi. Mirvali bo'yiga yetib, ro'zg'orni eplaydigan bo'lib qolgandi. Kampir nihoyatda sabr qanoatli edi. Oldingi eridan qolgan yetim qizi Zaynab, keyingi eridan qolgan Tolibjon, singlisidan qolgan Mirvali. U mana shu 3 yetimchani oyoqqa turg'izish ham qarzim, ham farzim deb bilardi. Bu tog'li yurtda fidoyi xotinlar oz munchami deysiz? Mirvali shu topda bolaligi qolib ketgan orolchalarga yaqinlashar ekan, ana shularni o'yladi. Orqasidan kelayotgan bola yolg'iz oyoq yo'ldan chiqib, toshlardan sakrab-sakrab oldinga o'tdi. Tog'a, televizorimiz ishlamay qo'ydi. Ishlaydi, endi ishlaydi, dedi xayoli bo'lingan Mirvali. Erta-indin ishlaydi. Avvalgi kun kechga tomon kelgan sel retranslyator minorasini ag'darib yuborgan. Tog'ning bu tarafidagi xonadonlarda televizorlar ko'rsatmay qo'ygandi. Mirvali tosh tepasiga chiqib, atrofga alanglay boshladi. Bu yerdan 7 orol bemalol ko'rinib turardi. Ammo birontasini Tolibjonning qorasi ko'rinmasdi. Tog'a, men topib kelaymi? Qayerdaligini bilasanmi? Dedi u bolaga qarab. Bilaman, kechayam shu yerga kelib, sharshara oldida o'tirib yig'laganlarni ko'rganman. Boya kampirning o'rtog'ingni ichi to'la dard degani Mirvalining esiga tushdi. Yo'l boshlajiyan, meni o'sha yoqqa olib bor. Bola uni sharshara tomonga boshlamay, yolg'iz oyoq yo'l ayrilishida chap tomonga boshladi. Sharshara bu yoqda-ku, dedi ajablanib Mirvali. Bilmasakansiz-ku, tog'a, shovva bu yoqda. Darhaqiqat ular sal yurishgach 6-7 metr balandlikdan tushayotgan sharshara oldidan chiqishdi. Demak, tog' sellari yo'lini o'zgartiribdi-da, deb ko'nglidan o'tkazdi u. Shu paytgacha tog'ning bu po'chmog'iga biron marta ham kelmaganidan ajablandi. Sharshara guvillab tushar, yo'l-yo'lakay qoya toshlarga urilib to'zon bo'lib ketar. Suv to'zonlari 20-30 metr kenglikni tumandek o'rab olardi. Tog'am shovvaning naryog'ida o'tiradilar. Ular paqaton qoplagan sirpanchiq toshlardan sakrab-sakrab shovvaning narigi tomoniga o'tishdi. Tolibjon sharsharaga tikilgancha qimirlamay o'tirardi. Endi sen ketaver, jiyan, biz hozir boramiz. Bola orqasiga chigirtkadek sakrab yugurib ketdi. Mirvali bola orqasidan bir dam iljayib qarab turgach, Tolibjon o'tirgan xarsang tosh tomon yura boshladi. Tolibjon hamon qimirlamay sharsharaga tikilgancha o'tirar, sachragan to'zondan yelkalari ho'l bo'lib ketgan, iyaklaridan tizzasiga suv tomayotganini ham sezmas edi. Hoy, daydi, dedi unga yaqinlashib qolgan Mirvali. Tolibjon suv shoqqinidan uning ovozini eshitmadi. Mirvali, hoy, karmisan, nima balo, deb yana qichqirdi. Tolibjon boshini ko'tardi. Odam bo'yi pastlikdan o'ziga qarab iljayib turgan notanish shop mo'ylov kishiga hayron bo'lib, o'tirishini ham turishini ham bilmay tikilgancha qoldi. Mirvali ham qiziq ahvolga tushdi. Tolibjon deb o'ylagan odami begonaga o'xshab ko'rindi, lekin uning qayeridir Tolibjonni eslatardi. Ko'zi, ha, 2 ko'zi Tolibjonniki edi. Odam bolasi yillar o'tgan sari o'zgaraveradi, ammo ko'zlari o'sha yoshligidagidek o'zgarmay turaveradi. Bu o'sha Tolibjon edi.
U ham Mirvaliga qarab, avvaliga uni tanimadi. Tolibjon shuncha yurt kezib, qancha savdolarni boshidan kechirib, negadir birga o'sgan, birga qoyalarga tarmashgan do'stini biron marta bo'lsin esiga olmaganidan afsuslandi. Shuning uchun bo'lsa kerak, turqu tarovatini ham unutib yuborgandi. Baribir unutmaganda ham Mirvali bolaligidagi u ko'rgan Vali emasdi. U voyaga yetib to'lishib yoshligiga o'xshamay ketgandi. Ayniqsa shop mo'ylovi uni juda boshqacha ko'rsatardi. Voy Tolib aka, o'zingizmisiz? Meni taniyapsizmi? Men Valiman, Mirvali chatoqman. Tolibjon o'rnidan turdi-yu, birdan tosh ustidan sakrab Mirvalini quchoqlab oldi. U qadrdonini bag'riga bosarkan, biron og'iz so'z aytishga tili aylanmasdi. Shu topda ham quvonch, ham buyuk bir andisha tilini tanglayiga yopishtirib qo'ygandi. Har xil o'ylar uni ko'ngulol qilib qo'ygandi. Odamzod qiziq bo'ladi. O'ylab topolmagan, xayolingga ming uringaning bilan keltirolmagan umringni yo azob, yo quvonch, yo andisha paytlarida lop etib bir daqiqada ko'rasan. O'tgan umring ko'z oldingdan juda tiniq, juda aniq bo'lib o'tadi va shu daqiqada o'tgan umringga baho berib ulgurasan. Mana shu tog' cho'qqisida bir cho'pon oyog'i tagidagi tosh ko'chib qolab ketadi. Pastda pichan g'arami bor ekan, o'shanga tushib omon qoladi. To shu pichan g'aramiga tushguncha bir daqiqa vaqt o'tadi xolos. Ammo u endi o'ldim deb o'ylaydi. Cho'ponlar uning tirik qolganiga sevinib, rangi bo'zdek oqarib ketgan cho'pondan o'lishing naqd edi. Yaxshiyam pichan ustiga tushding. Rostini ayt, to g'aramga tushguningcha xayolingdan nimalar kechdi deb so'rashadi. Dadamni ko'rdim, ayam bilan gaplashdim, bolalarim bilan vidolashdim. Xotinim 4 ta yetim bilan qandoq yashaydi deb o'yladim. Buni qaranglar, miltiq o'qlangancha qoziqda qolgandi. Shu esimga keldi. Bolalar bilmasdan tepkini bosvorsa, bitta yarimtaga tegib ketadimi deb ko'p tashvish tortdim. Abdusattor o'layotganda vasiyat qilib 2000 so'm bergan edi. Qizimni uzatishganda o'zing bosh bo'lasan deb bu gapni hech kim bilmasdi. O'gay otasi bilsa, pulni qistashi mumkin edi. Shu pul qiyomat qarz bo'lib bo'ynimda qolib ketadimi deb yomonam ezilib ketdim. Bu gapga birov ishondi, birov ishonmadi. Ko'pchilik cho'ponni yolg'onchiga chiqazgan edi. Aslini olganda u rost gapni aytgandi. Bunday daqiqalarda butun bir umr ko'z oldingdan o'tadi. Tolibjon ham shu topda butun bolaligini ko'rib ulgurgan edi. Mirvali Tolibjonning ko'nglidan nimalar o'tganini sezib turardi. Shuning uchun ortiqcha ginaxonlikka o'tmay, o'zini go'yoki yaqinda ajralishib yana topishgandek tutdi. Obbo darvish-ey, obbo darbadar-ey, ot aylanib qozig'ini topgandek, yana yurtingni qumsab kepsan-da, ajab qipsan, endi qochib bo'psan. Bo'yningga arqon solib ishlataman. Undan keyin Mirvali birdan sergaklanib, gapi og'zida qoldi. Axir Tolibjon undan katta edi-ku. O'sha kezlarda uni aka dermidi, sizlarmidi yoki senlarmidi? Hozir senlaganim malol kelgan bo'lsa-ya, har qalay intelligent odam, chet ellarda diplomatlar bilan gaplashgan, katta oxurdan suv ichgan. Yuring, uyga boraylik, o'sha yerda gaplashamiz. Tolibjon endi ancha o'ziga kelgan, parishonligi ham tarqagan edi. U Mirvalining bolalik yillarini endi aniq ko'z oldiga keltira boshladi. Juda sho'x bola edi. Mushtlashishga o'ch, o'tganning o'rog'ini, ketganning ketmonini oladigan simobdek beqaror edi. Endi quyilib qolgandir. Ikkovi indamaygina tepalikka chiqa boshlashdi. Sharshara ovozi asta-sekin eshitilmay qoldi. Bir yo'qlab borgan edim, topolmadim. Tolibjon hayron bo'ldi.
Meni qayerdan yo'qlagan bo'lishi mumkin? Qachon? Dedi Tolibjon. Men bungayam 5-6 yil bo'lib qoldi. Mozambikka borgan edik. O'sha yerda mutaxassislarimiz paxta ekishyapti. Menam 10 kun turib keldim. O'shanda sizni shu tarafda deb eshitib qoldim. Qidirib topolmadim. Asvon tomonga ketdi, deyishdi. U tomonlarga yo'lim tushmadi. O'zbeklar u taraflarda ko'p. Irrigatorlar, agronomlar bor. Ko'risholmabmiz-da. Misr ehromlarini ko'rsatardim. Ko'rdim, dedi Mirvali. Misrga borganimda ko'rdim. Zo'r joylar ekan. O'sha ehromlarni odam bolasi qo'l bilan qilganiga ishonging kelmaydi. Gap bilan bo'lib, ular tepalikka chiqib olganlarini bilmay qolishdi. Eshik oldida Zaynab ularni kutib turardi. Shofyor bola uxlab qolgan bo'lsa kerak. Kabinaning ochiq eshigidan 2 oyog'i chiqib turardi. Muncha hayallab ketdinglar. Qumxon necha qaynab, necha sovidi. Ayam ular qani deb juda shoshirib tashladilar. Mirvali shofyorni uyg'otib, kabinadagi ratsiya trubkasini ko'tardi. U kim bilandir gaplashib, qaynarga joy qilinglar, mehmon boradi deb tayinladi-da, Tolibjon ketidan hovliga kirdi. Hovliga ko'lloblab suv sepilgan, hammayoq orasta edi. So'riga gilam to'shalgan, ayvonda o'tirgan kampirni Mirvali ko'tarib so'riga olib keldi. Qudratingdan o'rgilay, Xudo ko'zimni olishga-ku olding, oyog'imni tinch qo'ysang bo'lmasmidi? Timirsklanib bo'lsa ham omonatingni olguningcha yurib turardim. Mirvali kampirga tegajog'lik qildi. Shuncha yurdingiz bo'ldi-da, manavi nevara chavaralaringizning ko'zi, oyog'i sizniki. 90ni urib qo'ydingiz-ku, yana nimani ko'rmoqchisiz? Ko'raverib jamiki narsa yod bo'lib ketgandir. Shundoq deysan-ku, bolam, bu yorug' jahonning jamoliga kim to'yibdiki, men to'yay. Zaynab ketma-ket 3 choynak choy keltirdi. Manavinisini enamga dolchinli, manavinisini akamga kiyikoti damlagan, manavi 95 sizga direktor. Kiyikotidan ichib turinglar, bolalarim me'dani toza qiladi deb kampir o'z choynagini timirsklanib toparkan. Hoy qizim, ovqating pishgan bo'lsa obkela qol. Akalaringni qorni ochgandir. Ataylab qovoq somsa qildik. Tolibjon bolam, sen borgan taraflarda ham oshqovoq bo'larkanmi? Tolibjon yelkasini qisdi. Bolalar shovqin-suron bilan bir tog'ora manti, qog'oz paketdan somsa olib kirishdi. Oshqovoq yemaganimga ham ko'p yillar bo'lib ketdi. Dedi kampir afsuslangandek. Shu yerdan chiqib ketganingdan keyin yemagan ekansan. Ha, bolam, yashamabsan-da, umrni suvga oqizib kepsan. Tolibjon nima deyishini bilmay, bosh egib, tansiq qovoq somsani yeb o'tiraverdi. Vali, bolam, endi Tolibjonni senga topshirdim. Tug'ilgan yerlarni aylantir, yurtini ko'rsat, dilidagi g'uborni yoz. Ovqatdan keyin Mirvali kampirdan duo olib, o'rnidan turdi. Tolib endi meni ixtiyorimda. Kechqurun kelmasa xavotir olmang yana. Yo'q, kechqurun uyda bo'lsin. Men hali diydoriga to'yganimcha yo'q, dedi kampir. Kechqurun katta kuyov keladi, nevaralar keladi. Uy to'lib ketadi-ya. Xo'p, mayli keladi. Mirvali bilan Tolibjon chiqib ketishdi. Sal o'tmay ko'chada mashina gurilladi. Ketayotgan mashina orqasidan yugurgan bir kala bolaning qiyqirig'i, baqirib-chaqirishi eshitildi. Kampir tashqariga quloq solarkan, ha, umringdan baraka topkurlar-a, deb qo'ydi.